Xo'p, assalomu alaykum. Biologik ma'lumot kanaliga kuzatuvchilar. Xo'p, bugun sizlar bilan demak ko'p allellik va kodominantlik haqida gaplashamiz. Ko'p allellik degani nima degani? Ko'p allellik degani bir belgi bir nechta allegenlar birgalikda keladi va ular bir-biriga nisbatan dominantlik qila oladi. Bu asosan epistaz ta'siriga o'xshab ketadi. Ya'ni qanday? Masalan, sizlar epistaz ta'sirida ko'rgansizlar, bitta belgi, masalan, mana bu A gen deylik. Agar qanaqadir bitta yashil rangni yuzaga chiqarsa, B allelimiz kelgan vaqtida u oq rangga o'zgarib qoladi. Ya'ni masalan A bilan B kelgan vaqtda bu oq bo'ladi. Ya'ni bu bunga nisbatan dominantlik qiladi-yu. Ko'p allellik shunga o'xshab ketadigan jarayon. Faqat bu yerda ikkita emas, balki bir nechta genlar qatnashadi, bir nechta genlar. Masalan, mana bu A gen deylik, B ga nisbatan dominantlik qiladi. B genga nisbatan, B esa C ga nisbatan, C esa D ga nisbatan. Masalalarda asosan mana shu tartibni berib qo'ygan bo'lasizlar. Bu nima degani? Bu degani, mana bu A gen B ga nisbatan dominant, B esa C ga nisbatan dominant-ku. Shuning uchun A C ga nisbatan ham dominant. Chunki A B dan katta, dominantlik qiladi B ga nisbatan, B C ga nisbatan dominantlik qila oladi. Demak, bu bunga va bunga dominantlik qiladi. Shu hisobiga A barcha B, C, D genlardan kattaroq, ustunroq gen bo'ladi. Buni xuddi masalan matematikada kelgandek. Masalan, bir raqamlab chiqaylik. Masalan, matematikada 4, keyin 3, keyin 2, keyin 1 kelgandek gap. Ya'ni 4 3 ga nisbatan ham, 2 ga nisbatan ham, 1 ga nisbatan ham katta-ku. 3 esa 2 1 ga nisbatan katta. 2 esa 2 1 ga nisbatan kattaroq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni dominantlik, ustunligini ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda genlarning ustunligi. Qaysi genga nisbatan ustunroqligi. Bu degani mana bu 4 3 ga ham, 2 ga ham, 1 ga ham nisbatan ustun gen. Mana bu yerda A gen, B gen, C gen, D gen nisbatan ustun gen bo'lgandek. B bo'lsa mana bu 3 ga to'g'ri kelyapti. 3 2 bilan 1 ga nisbatan ustunlik qilyaptimi? Ya'ni kattaroqmi? B gen ham xuddi shunaqa C va D ga nisbatan kattaroq va dominantlik qiladi. Bu degani nima degani? Masalan, A qaysi bir belgini yuzaga chiqarsin, B ham qaysi bir belgini yuzaga chiqarsin, C ham D ham. Bu degani, agar A gen o'zi bilan kelganda o'sha belgini yuzaga chiqaradi, u B bilan kelganda ham o'zini belgisi yuzaga chiqaradi. Chunki B ga nisbatan dominant-ku. U A genimiz C bilan kelganda ham o'zini belgisini yuzaga chiqaradi. Xo'p, A genimiz D bilan kelganda ham o'zini belgisini yuzaga chiqaradi. Chunki bu A gen bu genlarga nisbatan ustunlik qiladi. Bir belgi chiqdi mana, birinchi belgi. Birinchi belgi chiqdi. Endi ikkinchi belgi. Ikkinchi belgi B genimiz o'zi bilan kelganda bir belgini yuzaga chiqaradi. C bilan kelganda ham o'zini belgisini yuzaga chiqaradi. C gen jim turadi. B gen D ga nisbatan ham ustunlik qiladi. Mana bizga endi nima bo'ldi? Ikkinchi belgi kelib chiqdi. Uchinchi belgi. C gen o'zi bilan kelganda bir belgini, D bilan kelganda bir belgini yuzaga chiqaradi. Bizga demak uchinchi belgi paydo bo'ldi. D gen esa faqat o'zi bilan kelganda bir belgini yuzaga chiqaradi. Bizga to'rtinchi belgi paydo bo'ldi. Ana shu narsa ko'p allellik. Mana shu narsa ko'p allellik. Endi qaranglar, bu yerda mana bu yerda dominant resessiv gen yo'q. Bular hammasi dominant ikkalasi ham. Mana bu yerda mana bu dominant, bu resessiv gen. Mana bu yerda A dominant, C resessiv gen, A dominant, D resessiv gen. Bu qismda B ikkalasi ham dominantlik qilyapti. B dominant gen. Mana bu qismda B dominant, C resessiv bo'lyapti. Bunga nisbatan bo'lganda. Bu yerda B dominant, D resessiv. Mana bu qismda C dominant, D resessiv gen bo'lyapti. Shundaylar, ya'ni o'zi universitetda ham o'qiganlaringiz aytgan. Ko'p allellikda dominant, resessiv degan tushunchalar o'zgaruvchan bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir dominant, resessiv o'zi boshqacha ma'noda qo'llanyapti. Ya'ni mana bu biza o'rgangan A gen dominantmi? Bo'ldi, u dominant gen, hech qachon resessiv gen bo'la olmaydi degandek. Mana bu yerda B dominant bo'lyapti, ammo mana bu yerda B dominant bo'lyapti, ammo mana bu qism kelgandan keyin mana bu qismda o'zi A dominant, B resessiv o'zgaryapti. Ya'ni bizani o'rgangan shu paytgacha dominant resessiv tushunchamiz boshqacharoq ma'noda qo'llanib keldi. Tushundingizmi buni? Endi bizga tushishi mumkin bo'lgan narsa fenotipini topish, genotipini topish.
Fenotip qanday topiladi desa, mana qaranglar. A bitta belgini yuzaga chiqardim, qaysi bitta belgini, B ham xuddi shunaqa, C ham xuddi shunaqa, D ham xuddi shunaqa. Bu degani fenotipi 4 ta guruh ekan. Buni topish uchun har doim mana shunaqa holat bo'lganda, demak, fenotipik guruhlar soniga allellar soni teng bo'ladi. Mana bu qismda bitta, ikkita, uchta, 4 ta allel bormi? Demak, 4 ta fenotipik guruh bor. Genotipi bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, genotip desa harflarga qarab chiqarmaydik, ya'ni genlari. Homozigot, heterozigot, qanaqa holatda deylik. Masalan, mana bu yerda ikkita katta A bor. Yana bormi boshqa joyda? Yo'q, bu bitta belgi, bitta genotipik sinf. Bu yerda yo'q, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xullas, genotipik sinflar soni 10 ta bo'ldi. Chunki bu yerda hech qanaqa bir xil gen yo'q. Hammasi har xil bo'lgani uchun bu 10 ta bo'ldi. Buni topish formulasi osonroq. N ko'paygan n plus 1 taqsim 2. Buni ishlasanglar, demak 4 ko'paygan 4 plus 1 taqsim 2. Bu 5 bo'lib chiqadi qavsichdan. 5 ga 4 20, 22 bo'lsa 10. Bu formulaga qo'yib ishlashga bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi kodominantlik nima degani desa, kodominantlik bu tenglik. Ya'ni bir allelgen ikkinchisiga nisbatan dominantlik qila olmaydi, ularning dominantligi bir-biriga teng bo'ladi. Masalan, qon guruhini sanashni sizlar ko'rgansizlar. Sizlar mana bunaqa bergan. A gen demak teng B ga, B esa bundan 0 dan kattaroq. Kodominant degani ikkita dominant gen, ikkita gen bir-biriga nisbatan ustunlik qila olmaydi, ularning dominantligi teng bo'ladi. Ana shu narsa kodominantlik degani. Qon guruhini saylanishini ko'rasizlar. Bu yerda xuddi shunaqa, demak, ko'p allellik bo'yicha ketadi. Masalan, A gen deylik, o'zi bilan kelganda bitta belgi yuzaga chiqadi. A gen 0 bilan kelganda ham o'zini belgisi yuzaga chiqadi. Chunki bu A gen 0 ga nisbatan dominant-ku. B gen bo'lsa 0 bilan kelganda o'zi bilan kelganda bitta belgi yuzaga chiqadi. Mana bu bizga ikkinchi qon guruh, mana bu uchinchi qon guruh bo'lyapti. Va bu 0 o'zi bilan kelganda bitta belgi yuzaga chiqadi. Bu birinchi qon guruh bo'lyapti. Endi A ham B ham bir-biriga nisbatan ustunlik qilmoqchi bo'ladi-ku. Ular birgalikda kelganda o'zi yangi belgi paydo bo'lib qoladi. Mana bizga 4 ta belgi bo'ldi. Bu birinchi qon guruh, 2, 3, 4-chi qon guruhlar bo'ldi. Ana shu narsa kodominantlik deyiladi. Endi bunda genotipini topish uchun nima qilamizda? Genotipini topish formulasi o'zgarmaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligicha qolaveradi. Ya'ni bu yerda 3 ta allelgen bormi? 3 ko'paygan 3 plus 1 taqsim 2. Buni qo'shsanglar demak 4. 4 da 3 ko'paytirsalar 12, 12 2 ga bo'lsalar 6. Mana 6 ta genotip sinfi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Genotip 6 taligicha qoldi. Fenotip o'zgaradi. Fenotipni topish uchun n plus demak kodominantlik desanglar bo'ladi yoki tenglik desanglar bo'ladi. Tengliklar soni. Ya'ni mana bu qismda A bilan B bir-biriga teng. Ya'ni mana bu tengliklar bitta bo'lyapti. Shuning uchun allellar soniga bitta kodominant, ya'ni tenglikni qo'shib olsanglar, bu bizga fenotip beradi. 3 ta allel bormi? 3 ga 1 qo'shsanglar 4 mi? Demak, fenotipik sinf 4 bo'ladi ekan. Mana bitta, ikkita, mana bitta belgi, bu ikkinchi belgi, bu uchinchi belgi, bu to'rtinchi belgi. 4 ta qon guruhini ifoda qilyapti. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, yana bitta bo'lmasa misolda tushuntiraman. Demak, xulosamiz nima bo'ldi? Xulosamiz allelgenlar bir-biriga nisbatan ustunlik qilar ekan. Endi buni uzunroq variantga ko'raylik. Masalan, A gen demak B ga nisbatan ustunlik emas, teng. B esa C ga, C esa D ga nisbatan. Ana shuni genotipini va fenotipini topaylik. Genotip o'zgarmaydi. 4 ta allelgen bormi? 4 ko'paygan 4 plus 1 taqsim 2. 10 genotipik sinfi 10 bo'ladi ekan. Fenotip o'zgaradi. Demak, fenotipik sinfi n plus kodominantlik. Bu yerda ikkita kodominantlik bor. Demak, 2 ni qo'shsanglar bitta belgi yuzaga chiqadi va bu yerda 6 ta demak nima chiqar ekan? Fenotipik guruh chiqar ekan. Endi yozaman qaranglar. A demak C ga nisbatan ustunlik qiladi, to'g'rimi? A o'zi bilan kelganda ham bitta belgi yuzaga chiqadi.
A D'ga nisbatan ham ustunlik qiladi. Chunki A bilan C bilan D genni bir-biriga nisbatan dominantligi teng-ku. A C'ga nisbatan ham ustunmi? Demak, A D'ga nisbatan ham ustun. Shuning uchun mana bu uchalasi bitta belgini namoyon qiladi. Endi B gen. B gen C'ga nisbatan ustun va B o'zi bilan yeganda I B D bilan yeganda ham bir belgini namoyon qiladi. Chunki bu B gen C'ga nisbatan ustunlik qilgani uchun C bilan D dominantligi teng bo'lgani uchun B gen D'ga nisbatan ham ustunlik qiladi. Bo'ldi va A bilan B birga kelganda yangi belgi paydo bo'ladi. Chunki bular bir-biriga nisbatan ustunlik qila olmaydi. Shuning uchun bu ikkalasi yangicha belgini namoyon qiladi. Endi xuddi shunaqa A ketdi, B ketdi, bular birgalikda ketdi. Endi C bilan qilamiz, ya'ni C genimiz demak o'zi bilan yeganda bir belgini namoyon qiladi. D ga nisbatan ustunlik qila olmaydi. D esa o'zi bilan yeganda bir belgini namoyon qiladi. Hozir buni bilinarli qilib qo'yamiz. bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta bo'ldi. Beshta bo'ldi. Oltinchisi nima? Oltinchisi C bilan D gen birga kelganda yangi belgini paydo qiladi. Mana 6 ta fenotipik sinf bo'ldi. Shundaylar genotip o'zgarmadi mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taligacha qoldi. Tushunarli? Tushunmaganlar uchun yana bir marta qaytaramiz, mayli. Qadrli. Hozir sizlarga mana shu holatda fenotipik genotipni top desa, formulaga qo'yib eng oson variantni topasizlar. Endi uni tushunish uchun nima qilamiz? Uni tushunish uchun qadrlar. A gen B ga nisbatan dominantlik qila olmayaptimi? Demak, A bilan B gen birgalikda yangi bir belgini yuzaga chiqaradi. A C ga nisbatan A C ga nisbatan dominant, C bilan D dominantligi teng. Bu degani A C bilan yeganda o'sha belgini yuzaga chiqaradi, A D bilan yeganda ham o'sha belgini yuzaga chiqaradi. Demak, bizga A gen mana bitta belgi namoyon qildi. Bu boshqacha edi. A demak C bilan yeganda bir belgi namoyon qiladi, A D bilan yeganda bir belgi namoyon qiladi va o'zi bilan yeganda bir belgi namoyon qiladi. Bu ikkinchi belgi bo'ldi. Chunki bu ikkalasi yangicha belgi hosil qilganda A ni o'zi ikkinchi belgini hosil qildi. B ham xuddi shunaqa. B demak u C bilan yeganda, B demak o'zi bilan yeganda, B demak D bilan yeganda bu uchinchi bir belgini namoyon qilar ekan. Keyingisi C genimiz C bilan yeganda 4-chi bir belgini namoyon qiladi. C genimiz D bilan yeganda 5-chi belgiga o'tib ketadi. Mana bu bir xil belgi bo'la olmaydi, chunki bular bir-biriga nisbatan ustunlik qiladi. Bu degani C bilan D birgalikda kelganda C ni belgisi chiqmaydi. D ni belgisi ham chiqmaydi. Yangi belgi namoyon bo'ladi. Demak, D o'zi bilan yeganda u 6-chi belgi namoyon bo'ladi. Shundaylar kodominantlik va ko'p allilik nima ekanligini. Endi mana bu masalani ishlaymiz. Milliy sertifikat masalasini. Buni nima deyapti? Demak, ham boyagi masala ekan, hozir biz ko'rganimizdek ekan, faqat bunda boshqacha tushgan ekan ifodalar. Bunda quyonlarda yun rangi 4 ta allel gen ta'sirida siylanadi. Bu genlarning dominantligi o'rtasidagi munosabat quyidagicha bo'lsa, demak, necha xil genotipik va fenotipni toping degan. Endi qaranglar. A1 deyapti. Bu dominantligiga teng ekan. Dominantligi teng ekan A2 ga. Bu katta ekan, demak A3 dan teng ekan A4 ga. Buni ishlaymiz, qarang. A1 demak o'zi bilan yeganda bir belgi namoyon qiladi. A1 bo'lib yangi bir belgini fenotipni topyapmiz. A1 demak A3 bilan yeganda yangi belgi namoyon qiladi. Chunki A2 A3 ga nisbatan dominantmi? A2 bilan A1 dominantli teng bo'lgani uchun bu bunga nisbatan ham, bunga nisbatan ham dominant. A1 A4 bo'lsa ham o'sha belgi namoyon bo'ladi, mana bitta belgi. Faqatgina A1 bilan A2 kelganda yangicha belgi, ikkinchi belgi paydo bo'ladi. Chunki bu A1 bunga nisbatan dominant emas-ku. Shuning uchun yangi belgi namoyon qiladi ekan. Keyingisi A2 A3 bilan kelganda yangi belgi, A2 A4 bilan kelganda yangicha belgi, uchinchi belgi paydo bo'ladi. Chunki bu bunga nisbatan va bunga nisbatan dominant. Endi A3 o'zi qoldimi? A3 demak
A3 bilan kelganda yangicha belgini yuzaga chiqaradi, 4-belgini. A3 esa A4 bilan kelganda 5-belgi yuzaga chiqadi. Chunki bu bunga nisbatan dominant emas, bularning dominantligi teng. Keyin A4 o'zi bilan birga, demak, yangicha belgi namoyon qiladi, 6 bo'ldi. Demak, 6 ta fenotipik sinfi, 10 ta genotipi. Chunki mana hech qaysi mana shu yozgan allellarning hech qaysi bir-biriga mos kelmaydi. Masalan, A1 bormi yana? Yo'q, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Nimadan qolib ketdimi? Demak, A1 yozdik. A3 yozdik. A4 bilan ham yozdik. Keyin A1 da A2 bilan yozdik. A2 qolib ketdi ekanda. O'zi bilan kelgan qolib ketdi degan. Demak, A2 A3 bilan kelgan, A2 A4 bilan kelgan, A2 A2 bilan kelgan. Shunda 10 ta bo'ladi mana. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ta mana. Demak, tushundigan kovalentlik nima, kodominantlik nima? Hammasini tushunib oldik. Xulosa qilib aytganda, demak, A bilan B gen bir-biriga nisbatan dominantlik qila olmasganda, yangicha belgi yuzaga chiqargan kodominantlikda. Xulosa shu narsa. Bitta videoni boshidan qayta ko'rsanglar, nasib bo'lsa aniq tushunib olasizlar nima ekanligini. Bundan keyingi videolarimizda mana shu kovalentlik bilan kodominantlik bilan Heisenbergni birlashgan masalasini ishlaymiz. Biologiya kimyo olam kanaliga a'zo bo'linglar. Demak, hamma videolarimiz kerakli ma'lumotlar shu kanalda demak topsanglar bo'ladi.